Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'li 52-chi navbatlik Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi Tashqi ishlar ministrlik yig'iniga qatnashish uchun Tailandga borgan bo'lib, bu yig'in jarayonida Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishdi. Chavusho'g'li Erdo'g'anning ziyoratida Uyg'ur masalasini o'ttirg'i qo'yganligi haqida to'xtalib, bizning kutadiganimiz bir Xitoy prinsipi ostida Uyg'ur qarindoshlarimizning baxtli va xotirjam ichida yashashidir. Cumhuriyet raisimizning ziyorati jarayonida Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning Turkiyani rayonga bir hafta avatishga taklif qilgan edi. Keyincha 24-iyul Xitoy bosh elchixonasi ministrligimizga kelib, bu da'vatni rasmiy bir shaklda sundi. Bu taklifga Cumhuriyet raisimiz ijobiy inkas qaytargan edi. Hozir bu rayonga Xitoyning taklifiga binoan o'xshash bo'lmagan organlardan tashkil topgan taxminan 10 kishilik bir hay'atimizni avatimiz. Bu yerdagi vaziyatni odamlarimiz o'z joyida ko'rdi dedi. Xitoy hukumatı o'zining Sharqi Turkistondagi musulmon turkiy xalqlarni keng ko'lamli tutqun qilib, lagerlarga qamashdek qayta tarbiyalash programmasining g'alaba qilganligi, rayondagi yig'ilish lagerlarida tutib turilayotgan mutlaq ko'p qism tutqunlarning qo'yib berilganligi va ishga o'rlashtirganligini e'lon qilgan. 30-iyul kuni atalmış Uyg'ur avtonom rayonining raisi Shuhrat Zakir bilan muavin raisi Erkin Tuniyaz Beyjingda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, 90% yoki undan ko'p tutqunning qo'yib berilganligini bildirgan. Lekin har ikki shaxs qo'yib berilganlarning konkret sonining qancha ekanligini tilga olmagan. Yig'inda tarbiyalash va kasbiy o'rganish markazlariga tutqunlarni o'quvchilar deb ta'riflagan Erkin Tuniyaz navbatda ularning mutlaq ko'p qismining ishga o'rlashtirilganligini ta'kidlab, 90% dan ortiq o'quvchi jamiyatga qaytdi va oilasiga qaytib kelib xushal yashmoqda degan. Lekin chet el taratqullarining bildirishicha, Shuhrat Zakir bilan Erkin Tuniyazning har ikkisining lagerlarda zodi qanchalik kishining tutib turilayotganligi haqidagi savolga javob berishni rad qilgan. Amerika doiralari Misr, Janubiy Koreya va Kanadaga jami 1 milliard 500 million dollarlik qurol setib berishni tasdiqladi. O davlatlar orasida Misrdagi harbiy hukumatning dengizga markazlashishi va urush paraxotlari setilishi diqqatni tortdi. 5 burchaklik bino qarmog'idagi Mudofaa bexatarlik hamkorlik agentligi e'lon qilgan yoziqcha bayonotda Amerika Tashqi ishlar ministrligining qurol setishini tasdiqlashi haqida Amerika davlat majlisiga ma'lum ekanligi bildirildi. Rossiyada Moskva shahar majlisi saylamiga tizimlatgan mustaqil nomzodlarning amaldan qoldirilishi sababli hafta oxirida yuz bergan ruxsat berilmagan namoyishlarda 60 dan ortiq kishi tutilgan edi. Moskva shaharlik sud mahkamasining bayonotchisi Selopova voqeada 278 qatim qonunga xiloflik qilish ahvolining bayqalganligini bildirdi va mahkama tarafidan 61 kishining qo'lga elinishi haqida qaror chiqarilganligini aytdi. Selopova 161 kishiga jarima qo'yganligini va namoyish haqidagi tekshirishning davomlashayotganligini bildirdi. Rossiya rasmiy axborot agentligi Rossiyaning Hindiston bilan 1000 dona havodan havoga boshqarilgan bomba setish kelishimi tuzganligini e'lon qildi. Moskvaning Hindistonga Vaimpel Air 27 tiplik havodan havoga boshqarilgan bomba sotganligi bildirildi. Rossiya doiralarining bayonotida bir az burun havodan havoga boshqarilgan bomba sistemalari haqida bir cho'ng kelishim imzoladik. Ular 1000 dan ortiq boshqarilgan bombaning Hindistonga setib berilishini talab qildi deyildi.